Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki bu mavzu deyarli har bir oilaga, har bir hovli egasiga, har bir tadbirkorga, hatto oddiygina yer uchastkasi, uy-joy yoki qo'shimcha qurilmasi bor insonlarga ham tegishli. Gap hujjati to'liq rasmiylashtirilmagan bino inshootlar, qo'shimcha qurilgan xonalar, hovlidagi imoratlar, garajlar, do'konlar, ustaxonalar va shunga o'xshash obyektlar haqida ketmoqda. Eng muhim ogohlantirish shuki, ayrim turdagi obyektlarni 1 iyulgacha rasmiylashtirib olish kerak. Keyin vaqtim bo'lmadi, bilmagandim, keyin qilaman. Hali tekshiruv kelmaydi deyish foyda bermasligi mumkin. Hujjatsiz yoki noto'g'ri hujjat bilan turgan imorat ertaga sotishda, meros qoldirishda, kredit olishda, kompensatsiya olishda yoki davlat ro'yxatidan o'tkazishda katta muammo keltirib chiqaradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgardi? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Qaysi joylarda odamlar eng ko'p xato qiladi va eng muhimi, bugundan boshlab nimalarni qilish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pincha odamga aynan kerak paytida yordam beradi. Men ko'p yillardan beri ko'chmas mulk, kadastr, yer hujjatlari va mulk huquqi masalalarida odamlar qanday muammolarga duch kelishini ko'rib kelaman. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik uy yoki bino qurilganda faqat devor turibdi, tom yopilgan odam yashayapti, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Aslida esa davlat nuqtai nazaridan uy, bino yoki qo'shimcha qurilma faqat hujjatda to'g'ri aks etgan bo'lsa, qonuniy hisoblanadi. Avvallar odamlar ko'pincha bunday qilardi. Hovlisiga yana bitta xona qo'shardi, oshxonani kengaytirardi, ikkinchi qavat ko'tarardi, garaj qurardi, yo'l chetiga kichik do'kon qilib olardi yoki eski omborni ustaxonaga aylantirardi. Keyin esa yillar davomida bu narsani kadastriga kiritmasdan yashab yurardi. Mahalla biladi, qo'shnilar biladi. Soliq to'lab yuribman, elektr bor, gaz bor degan gaplar bilan o'zini ovutardi. Lekin elektr, gaz yoki suv tarmog'iga ulanish mulk huquqi to'liq rasmiy degani emas. Soliq to'layotgan bo'lishingiz ham har doim qurilma qonuniylashtirilganini anglatmaydi. Ba'zan soliq faqat mavjud obyektdan foydalanilayotgani uchun hisoblanadi. Lekin kadastr hujjatda uning maydoni, vazifasi, chegarasi, qavatlari yoki egasi to'g'ri ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Hozir esa tartiblar qat'iylashyapti. Davlat ko'chmas mulk obyektlarini aniq hisobga olishga, yer va bino hujjatlarini elektron tizimlarga to'liq kiritishga, noqonuniy qurilishlarni kamaytirishga harakat qilyapti. Bu oddiy odam uchun nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, bugun siz rasmiylashtirib olmagan obyekt ertaga xaritada, kadastr bazasida yoki huquqiy tekshiruvda muammoli obyekt bo'lib chiqishi mumkin. Masalan, sizning hovlingiz hujjatda 6 sotiq deb turibdi, lekin amalda devor 7 sotiq joyini egallab olgan. Yoki kadastr hujjatida uy 20 kvadrat metr deb ko'rsatilgan, lekin siz keyin yana 100 kvadrat metr qo'shimcha qurgansiz. Yoki hujjatda turar joy deb yozilgan bino ichida savdo do'koni ishlayapti. Mana shunday farqlar keyin juda katta masala bo'ladi. Avvallari ko'pchilik ishni keyinga surib yurardi. Sababi ayrim joylarda nazorat sustroq edi. Ma'lumotlar turli idoralarda alohida saqlanardi. Kadastr hujjatlari qog'oz shaklida bo'lardi. Hududiy tekshiruvlar doimiy bo'lmasdi. Shuning uchun odam mening uyimni kim tekshirardi deb o'ylardi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Elektron kadastr xaritalari, aerokosmik suratlar, raqamli ma'lumotlar, soliq bazalari, qurilish nazorati va mahalliy hokimlik ma'lumotlari bir-biri bilan solishtirmoqda. Oddiy qilib aytganda, agar hujjatda bir xil, amalda boshqa xil bo'lsa, bu farqni aniqlash osonlashmoqda. Masalan, hujjatda sizning hovlingizda faqat bir qavatli tog'alagar kvadrat metr uy bor deb turadi. Lekin hozir sun'iy yo'ldosh suratida tom maydoni kattaroq, ikkinchi qavat bor, orqa tomonda yana alohida imorat borligi ko'rinadi. Bu avtomatik tarzda savol tug'diradi. Bu qurilma qachon qurilgan? Unga ruxsat bormi? Loyiha bormi? Kadastrga kiritilganmi? Qo'shnining yeriga chiqib ketmaganmi? Yo'l yoki ariq himoya zonasiga tushmaganmi? Shuningdek, mulk sotish jarayonida ham notarius va kadastr ma'lumotlari tekshiriladi. Agar uy hujjatda boshqa, amalda boshqa bo'lsa, xaridor ham qo'rqadi, bank ham kredit bermasligi mumkin. Notarial bitim ham cho'zilib ketadi. Ayniqsa ipoteka, garov, meros, hadya bo'lib sotish yoki kompensatsiya masalalarida hujjatning tozaligi juda muhim. 2 iyulgacha bo'lgan muddat shuning uchun muhimki.
ayrim tartiblar bo'yicha fuqarolarga mavjud obyektlarni rasmiylashtirib olish, xatolarni tuzatish, hujjatlarni moslashtirish yoki qonuniy yo'lga qo'yish imkoniyati berilishi mumkin. Lekin belgilangan muddat o'tgandan keyin talablar kuchayishi, jarimalar qo'llanishi, ayrim obyektlarni qonuniylashtirish qiyinlashishi yoki umuman mumkin bo'lmay qolishi ehtimoli bor. Birinchi navbatda uyning kadastr hujjati eski bo'lgan odamlar xavotir olishi kerak. Masalan, hujjat 2005 yilda olingan, undan keyin siz uyga qo'shimcha xona qo'shgansiz, ayvonni yopib yashash xonasiga aylantirgansiz, hammom, oshxona, qozonxona, ombor yoki ikkinchi qavat qurgansiz. Hujjatda bular ko'rsatilmagan bo'lsa, albatta tekshirtiring. Ikkinchi toifa, yer maydoni amalda hujjatdagidan farq qiladiganlar. Misol uchun, hujjatda 4 sotiq, lekin sizning devoringiz amalda 4. 5 sotiqni egallagan. Yarim sotiq nima bo'libdi deb o'ylamang. Yarim sotiq ham boshqa birovning yeri, umumiy foydalanishdagi yo'l, ariq bo'yi, elektr tarmog'i, himoya zonasi yoki davlat zaxira yeri bo'lishi mumkin. Keyin buni rasmiylashtirish juda qiyin bo'ladi. Uchinchi toifa, meros bo'yicha uy olgan, lekin hujjatlarni oxirigacha rasmiylashtirmaganlar. Masalan, ota-onadan uy qolgan, farzandlar o'zaro kelishib yashab yuribdi. Lekin meros guvohnomasi olinmagan yoki kadastrda egasi hali ham marhum odam nomida turibdi. Bunday holatda qo'shimcha qurilma bo'lsa, masala yanada murakkablashadi. Avval meros, keyin kadastr, keyin mulk huquqi masalasi chiqadi. To'rtinchi toifa, tadbirkorlar. Ayniqsa do'kon, kafe, avtomoyka, ustaxona, ombor, issiqxona, ishlab chiqarish sexi, xizmat ko'rsatish joyi ochganlar. Agar yer turar joy uchun ajratilgan bo'lib, siz u yerda tijorat obyektini ishlatayotgan bo'lsangiz, hujjat vazifasi bilan amaldagi foydalanish mos kelmaydi. Bu soliq, sanitariya, yong'in xavfsizligi, qurilish va kadastr bo'yicha muammo tug'diradi. 5-toifa, yangi uy qurib bitirgan, lekin foydalanishga qabul qilish hujjatlarini olmaganlar. Ko'p odam uy quradi, ko'chib kiradi, yashay boshlaydi, lekin keyin kadastr qilaman deb yuradi. Mana shu keyin yillar davom etadi. Keyin esa bolaga rasmiy manzil kerak bo'ladi. Bankdan kredit olish kerak bo'ladi, uyni sotish kerak bo'ladi. Shunda hamma ish to'xtab qoladi. Agar sizning uyingiz, yeringiz yoki binoyingiz bo'yicha barcha hujjatlar yangi tartibda rasmiylashtirilgan bo'lsa, kadastr pasportida maydonlar to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, yer chegarasi amaldagi devor bilan mos bo'lsa, qo'shimcha qurilmalarning hammasi hujjatga kiritilgan bo'lsa, siz nisbatan tinch bo'lishingiz mumkin. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki amaliyotda odam menda hammasi bor deydi. Hujjatni ochib qarasak, faqat yer ajratish qarori bor, lekin mulk huquqi ro'yxatdan o'tmagan bo'ladi. Yoki kadastr pasporti bor, lekin unda eski maydon turadi. Yoki uy nomi bir kishida, yer boshqa kishida, soliq 3-kishiga chiqayotgan bo'ladi. Yana shunday holat bor. Odam kvartirada yashaydi. Bu mavzu menga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Agar siz kvartira ichida noqonuniy qayta rejalashtirilmagan bo'lsangiz, yuk ko'taruvchi devorni buzmagan bo'lsangiz, balkon yoki umumiy foydalanish joyini qo'shib olmagan bo'lsangiz, xavf kamroq. Lekin agar birinchi qavatdagi kvartirani do'konga aylantirgan bo'lsangiz, podvalni egallagan bo'lsangiz yoki umumiy koridordan joy olgan bo'lsangiz, bu ham muammo. Birinchi misol, Toshkent viloyatida bir oila hovlisini sotmoqchi bo'ladi. Hujjatda uy 1 kvadrat metr ko'rsatilgan. Amalda esa 220 kvadrat metr. Chunki keyin yana orqa tomonga katta zal, oshxona va ikkinchi qavat qurilgan. Xaridor bank krediti orqali olmoqchi bo'ladi. Bank baholovchi yuboradi. Baholovchi hujjatdagi obyekt bilan amaldagi obyekt mos emas deb xulosa beradi. Natijada kredit to'xtaydi. Oila esa pulni shoshilinch kerak qilgani uchun uyni arzonroq narxda naqd pulga sotishga majbur bo'ladi. Demak, hujjatdagi bitta xato minglab dollar zarar keltirishi mumkin. Ikkinchi misol. Bir tadbirkor hovlisining old qismini kichik do'konga aylantirgan. 20 kvadrat metr joy. Kichkina-ku, hech kim e'tibor bermaydi degan. Lekin yo'l kengaytirish loyihasi boshlanganda uning do'koni hujjatda yo'q bo'lib chiqadi. Kompensatsiya hisoblanayotganda faqat hujjatda ko'rsatilgan turar joy va yer maydoni inobatga olinadi. Do'kon esa muammoli obyekt sifatida ko'riladi. Agar do'kon vaqtida rasmiylashtirilganda, baholashda uning qiymati ham hisobga olinishi mumkin edi. Uchinchi misol. Aka-ukalar otasidan qolgan hovlida yashab yurishadi. Uy kadastrda otasining nomida turibdi. Katta aka orqa tomonga 3 xonali imorat quradi.
Kichik uka esa keyin meros talashadi va bu joy umumiy mulk edi deydi. Hujjatlar tartibga keltirilmagani uchun masala sudga chiqadi. Agar ular avval merosni rasmiylashtirib, ulushlarni belgilab, keyin qurilish qilganida nizo ancha oson hal bo'lardi. 4-misol. Bir inson 6 sotiq yer sotib olgan deb o'ylaydi. Sotuvchi davrdan davrgacha hammasi seniki degan. Lekin kadastr tekshiruvda asl hujjat 5 sotiq ekanini. Bir sotiq yer esa umumiy yo'l hisobidan egallab olinganini ko'rsatadi. Yangi egasi esa men shunday sotib olganman deydi. Ammo qonun uchun muhim savol. Hujjatda nima yozilgan? Shuning uchun mulk olishdan oldin ham, mavjud mulkni rasmiylashtirishdan oldin ham chegarani tekshirish shart. Har bir hujjatsiz qurilmani avtomatik qonuniylashtirib bo'ladi deb o'ylash xato. Ayrim obyektlar umuman rasmiylashtirilmasligi mumkin. Masalan, agar bino qizil chiziqqa, ya'ni yo'l kengaytirish yoki shaharsozlik chegarasiga tushib qolgan bo'lsa, uni qonuniylashtirish qiyin. Agar qurilma elektr uzatish liniyasi, gaz quvuri, suv tarmog'i, kanal, ariq, temir yo'l yoki boshqa muhofaza zonasida bo'lsa, masala alohida ko'rib chiqiladi. Yana bir nozik jihat, qo'shnining huquqi buzilgan bo'lsa, masalan, siz davrga juda yaqin qilib baland imorat qurdingiz. Yomg'ir suvi qo'shnining hovlisiga oqyapti. Derazangiz qo'shnining xususiy hududiga qaragan yoki qurilish natijasida uning uyiga zarar yetgan. Bunday holatda faqat kadastrga borish yetmaydi. Qo'shni e'tiroz bildirsa, sizning obyektni rasmiylashtirish jarayoningiz to'xtashi yoki sudga borishi mumkin. Yana bir muhim masala yerning maqsadli vazifasi. Agar yer yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun berilgan bo'lsa, u yerda katta ishlab chiqarish sexi ochish mumkin degani emas. Agar yer qishloq xo'jaligi uchun ajratilgan bo'lsa, u yerda mehmonxona yoki savdo markazi qurish avtomatik qonuniy bo'lib qolmaydi. Yerning toifasi va foydalanish maqsadi hujjatlarda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, amaldagi foydalanish ham shunga mos bo'lishi kerak. Ko'pchilik yana bitta xatoga yo'l qo'yadi. Jarimani to'lasam, hammasi hal bo'ladi deb o'ylaydi. Jarima to'lash har doim ham mulkni qonuniylashtirib bermaydi. Jarima bu huquqbuzarlik uchun javobgarlik bo'lishi mumkin. Lekin obyektning o'zi shaharsozlik, yer, sanitariya, yong'in xavfsizligi va boshqa talablarga mos kelmasa, baribir hujjat berilmasligi mumkin. Birinchi nuans eski kadastr pasporti. Eski hujjatlar qog'ozda bo'lgani uchun ayrim ma'lumotlar elektron bazaga to'liq tushmagan bo'lishi mumkin. Sizda papkada hujjat borligi yaxshi, lekin u davlat reyestrida to'g'ri aks etganmi? Buni albatta tekshirish kerak. Ikkinchi nuans o'lchovdagi farqlar. Ba'zan odam men hech narsa qo'shmaganman deydi. Lekin yangi o'lchovda maydon farq qiladi. Bunga eski o'lchov uskunalari, devor siljishi, qo'shnilar bilan chegaraning noto'g'ri belgilangani yoki avvalgi xatolar sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun mutaxassis kelib o'lchaganda har bir metrga e'tibor bering. Uchinchi nuans foydalanishga qabul qilish. Qurilish ruxsati bo'lishi boshqa, bino foydalanishga qabul qilingan bo'lishi boshqa. Masalan, sizga loyiha asosida qurishga ruxsat berilgan bo'lishi mumkin. Lekin qurib bo'lgach, obyekt tayyorligi tasdiqlanmasa, kadastrga to'liq kiritish masalasi ochiq qoladi. 4-nuans oila a'zolari roziligi. Agar mulk er-xotin nikoh davrida olingan bo'lsa, rasmiy egasi faqat er yoki xotin nomida turgan bo'lsa ham. Ayrim bitimlarda ikkinchi tomonning roziligi kerak bo'ladi. Agar merosxo'rlar ko'p bo'lsa, hammaning ulushi masalasi chiqadi. Agar voyaga yetmagan bolalar ro'yxatda bo'lsa, vasiylik organlari bilan bog'liq holatlar bo'lishi mumkin. 5-nuans vositachilarga ishonib qolish. Men hammasini hal qilib beraman, hujjat kerak emas, faqat pul bering deydigan odamlar uchraydi. Men bunday va'dalarga juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Hujjat faqat vakolatli idoralar orqali rasmiy to'lovlar bilan elektron iz qoldirilgan holda rasmiylashtirilishi kerak. Aks holda pulingiz ketadi, muammo esa qoladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Bugundan boshlab nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibda aytaman. Birinchi qadam, mavjud hujjatlarni yig'ing. Uy yoki yer bo'yicha kadastr pasporti, davlat ro'yxatidan o'tganlik ma'lumoti, yer ajratish qarori, oldi sotish shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, qurilish ruxsatnomasi, loyiha hujjatlari, soliq to'lovlari, kommunal xizmat shartnomalari bo'lsa, hammasini bitta papkaga joylang. Hujjatlarni telefoningizga rasmga olib qo'ying, lekin asl nusxalarini alohida saqlang. Ikkinchi qadam, hujjatdagi ma'lumot bilan amaldagi holatni solishtiring.
Kadastr pasportida yer maydoni necha sotiq, uy maydoni necha kvadrat metr, qavatlar soni nechta, qo'shimcha imoratlar ko'rsatilgan sizning hovlingizdagi real holat bilan bu raqamlar mosmi? Agar mos bo'lmasa, bu muammo borligini bildiradi. 3-qadam davlat xizmatlari markaziga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qiling. Murojaatda obyekt bo'yicha kadastr ma'lumotlarini aniqlashtirish, qo'shimcha qurilmalarni rasmiylashtirish, xatolarni tuzatish yoki huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazish masalasini ko'rsating. Agar qaysi xizmatni tanlashni bilmasangiz, markaz xodimidan aynan sizning holatingizga mos xizmat turini so'rang. 4-qadam kadastr muhandisi yoki tegishli mutaxassis tomonidan joyiga chiqib o'lchov qilish jarayonini talab qiling. Mutaxassis kelganda faqat uyni emas, butun yer chegarasini, davorlarni, qo'shimcha qurilmalarni, kirish yo'laklarini, qo'shni chegaralarni ko'rsatib bering. O'lchov dalolatnomasi va chizma bilan tanishmasdan turib, hammasi joyida deb imzo qo'ymang. 5-qadam qo'shnilar bilan chegarani oldindan kelishib oling. Agar davor bo'yicha nizoli joy bo'lsa, uni yashirmang. Chunki keyin tekshiruvda baribir chiqadi. Qo'shnidan rozilik kerak bo'ladigan holatlar bo'lsa, buni rasmiy shaklda hal qiling. Og'zaki kelishuv ertaga inkor qilinishi mumkin. 6-qadam, agar obyekt tijorat maqsadida ishlatilayotgan bo'lsa, yer va bino vazifasini tekshiring. Masalan, uy ichida do'kon ochgan bo'lsangiz, faoliyat turi, sanitariya talablari, yong'in xavfsizligi, kirish-chiqish yo'li, avtoturargoh, qo'shnilar roziligi kabi masalalar chiqishi mumkin. Tadbirkorlik obyektida faqat kadastr yetarli bo'lmasligi mumkin. 7-qadam, yozma javob oling. Idoraga borib og'zaki gap eshitib qaytib ketmang. Agar sizga bo'lmaydi deyishsa, nega bo'lmasligini yozma asos bilan so'rang. Agar qo'shimcha hujjat kerak deyishsa, ro'yxatini yozma yoki elektron shaklda oling. Shunda keyingi harakatingiz aniq bo'ladi. 8-qadam, muddatni cho'zmang. Eng yomon odat bu ertaga boraman deyish. Ayniqsa iyulga yaqinlashganda davlat xizmatlari markazlarida navbat ko'payishi, mutaxassislar band bo'lishi, hujjat tayyorlash cho'zilishi mumkin. Agar bugun boshlasangiz, xatoni tuzatishga va qo'shimcha hujjat yig'ishga vaqtingiz bo'ladi. Oxirgi haftaga qoldirsangiz, bitta yetishmayotgan hujjat ham hamma ishni to'xtatadi. Agar siz murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, arizada vaziyatni aniq yozing. Masalan, menga tegishli bo'lgan manzildagi ko'chmas mulk obyektining amaldagi holatini kadastr hujjatlaridagi ma'lumotlar bilan solishtirib, mavjud qo'shimcha qurilmalarni qonuniy tartibda rasmiylashtirish bo'yicha xizmat ko'rsatishingizni so'rayman. Shundan keyin manzil kadastr raqami bo'lsa, kadastr raqami, telefon raqamingiz va ilova qilinayotgan hujjatlarni ko'rsating. Agar yer chegarasi bo'yicha muammo bo'lsa, yer uchastkasi chegaralarini aniqlashtirish va amaldagi foydalanish holatini hujjatlar bilan moslashtirish deb yozish mumkin. Agar egasi nomida muammo bo'lsa, mulk huquqini davlat ro'yxatidan o'tkazish yoki reyestr ma'lumotlarini yangilash deb ko'rsatiladi. Agar meros bo'lsa, avval notariusga murojaat qilib, meros hujjatlarini tartibga keltirish kerak bo'ladi. Odatda sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ko'chmas mulk bo'yicha mavjud kadastr hujjatlari, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, yer ajratish qarori yoki oldi sotish shartnomasi, meros yoki hadya hujjati, qurilish ruxsatnomasi, loyiha hujjatlari, qo'shimcha qurilma bo'yicha mavjud ma'lumotlar so'ralishi mumkin. Har bir holat alohida, shuning uchun hamma uchun bitta ro'yxat yetarli bo'lmaydi. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, vahimaga tushmang. Arxivdan, kadastr organlaridan, notarial idoralardan, davlat reyestridan dublikat yoki ma'lumotnoma olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin buni ham vaqtida boshlash kerak. Chunki arxivdan hujjat topish birga bitmasligi mumkin. Eng birinchi xato hujjatsiz obyektni sotib olish. Odam arzonroq deb bo'ladi. Keyin rasmiylashtirish xarajati, nizolar, jarimalar va sud ishlari bilan qimmatga tushadi. Har doim sotib olishdan oldin kadastr ma'lumotini tekshiring. Ikkinchi xato qo'shimcha qurilmani kichkina deb hisoblash. 10 kvadrat metr ayvon ham, 25 kvadrat metr garaj ham, 25 kvadrat metr do'kon ham hujjatda aks etishi kerak bo'lishi mumkin. Kichik ko'rgan narsa katta bitimni to'xtatishi mumkin. 3-xato qarindoshlar o'rtasidagi og'zaki kelishuv. Bugun aka-uka yaxshi, ertaga farzandlar meros talashadi. Hujjat bo'lmasa adolatni isbotlash qiyin bo'ladi. 4-xato oxirgi muddatgacha kutish. 10 iyul kelganda hamma birdan yuguradi. Navbat
hujjat yetishmasligi, o'lchovga chiqish kechikishi, arxivdan javob kutish muammolari paydo bo'ladi. Shuning uchun vaqtni boy bermang. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi gapning mazmuni juda oddiy. Agar uyingiz, yeringiz, do'koningiz, garajingiz, qo'shimcha xonangiz yoki boshqa imoratingiz hujjatlarda to'g'ri aks etmagan bo'lsa, buni iyulgacha jiddiy ko'rib chiqing. Hujjatni tartibga keltirish bugun biroz vaqt va xarajat talab qilishi mumkin, lekin ertaga u sizni katta zarar, sud, jarima, sotolmaslik, meros nizosi yoki kompensatsiyadan quruq qolishdan saqlaydi. Men ekspert sifatida sizga eng asosiy maslahatni beraman. Hali vaqt bor deb yuravermang. Hujjatlaringizni bugun ochib ko'ring, amaldagi holat bilan solishtiring. Kerak bo'lsa davlat xizmatlari markaziga boring, yozma murojaat qiling, kadastr ma'lumotlarini tekshirtiring. Har bir kvadrat metr, har bir devor, har bir qo'shimcha imorat ertaga huquqiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar sizda shunday holat bo'lsa, izohlarda yozing. Uyingizda qo'shimcha qurilma bormi? Kadastr hujjatingiz yangimi yoki eski? Rasmiylashtirishda qanday muammoga duch kelgansiz? Sizning savolingiz boshqa odamlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida eshitgan odam ertaga juda katta muammodan qutulib qolishi mumkin.